Translyatsiya matrisali RNK shablonidan oqsil sintezi. Bu jarayon bir nechta asosiy molekulalarni o'z ichiga oladi. Bular matrisali RNK, ribosoma, transport RNK hisoblanadi. Translyatsiya bosqichi initiatsiya, elongatsiya, terminatsiya jarayonlarini o'z ichiga oladi. Keling, jarayonni amalda ko'rib chiqaylik. Evkaryotlarda tarjima uchun substrat aminoaksil uchi deb ataladigan noyob 3 va 5 uchlarga ega hisoblanadi. Matrisali RNK shuningdek, ma'lum aminokislotalarni kodlaydigan kodonlarni ham o'z ichiga oladi. Translyatsiya boshlanishi ribosomaning kichik bo'linmasi paydo bo'lganda boshlanadi va qopqoqqa biriktiriladi va translyatsiya boshlash joyiga o'tadi. Transport RNK yana bir asosiy molekula hisoblanadi. U bir-birini to'ldiruvchi antikodonni o'z ichiga oladi va bog'langan matrisali RNK kodoniga ega. Birinchi kodon odatda AUG hisoblanadi. Transport RNK oxiriga biriktirilgan metionin aminokislotasiga ko'proq mos keladi. Metionin AUG kodoniga mos keladi. Katta bo'linma endi yaratish uchun bog'lanadi. Ribosomaning katta bo'linmasi va u peptidil joyi va aminoaksil joylaridan tashkil topgan. Birinchi transport RNK peptidil joyini egallaydi. Ikkinchi transport RNK aminoaksil sayt asiliga kiradi va ikkinchi kodonga komplementar hisoblanadi. Metionin aminoaksil sayt aminokislotalariga o'tkaziladi. Birinchi transport RNK chiqadi. Ribosoma matrisali RNK bo'ylab harakatlanadi va keyingi transport RNK kiradi. Bu cho'zilishning asosiy bosqichlari hisoblanadi. Uzayish jarayoni davom etar ekan, o'sib borayotgan peptid doimiy ravishda aminoaksil sayt transport RNK ga o'tkaziladi. Ribosoma matrisali RNK bo'ylab harakatlanadi va yangi transport RNKlar kiradi. Aminoaksil saytda to'xtash kodoniga duch kelganda aminoaksil saytga chiqarish omili kiradi va translyatsiya tugatiladi. Tugatish tugagach, ribosoma ajraladi va yangi hosil bo'lgan oqsil ajralib chiqadi. E'tiboringiz uchun rahmat.